Futbolda qayerda o'ynaysan sen? Mudofaa o'ynaysan? Bir qitim xatolaşdım. 2 fursatdan qoldi. Sporning uyg'urchasi badan chiniqtirish yoki chiniqish deb bilindi uyg'urcha. El-yurting aman bo'lsa, Ruhing samon bo'lmasa. Assalomu alaykum, Mehdi, qanday ahvoling? Va alaykum assalom, yaxshi o'zingizchi? Allohga shukr. Yuqorida o'tganimizdek programmamizning qoidalarini bir qator tushungan bo'ldingmi? Ha. Unda bo'lsa o'zingni bir qisqacha tushuntirib o'tgandan keyin programmamizni boshlab ketsak. Bo'ldi. Mening ismim Mehdi, mush yil 17 yoshga kirdim. Hozir Safako'da yashayapman. Ingliz tili va grafik loyihalash o'qiyapman. Mehdi, sen bir kun nimalarni qilsan? Ertaga bomdod qo'yg'inaman. Bomdod o'qib bo'lgandik. Qanday qo'ydi? Kech o'qilmasa qoldir. Apam vaqt qavaqda uyg'onaman shu. Ba'zi vaqt o'zim uyg'onamay, ammo ko'pincha apam vaqt qavaqda desam bo'ldi. Ondan keyin bomdodga hozir Qur'on takror qilma. Qur'on takror qilib bo'lgandan keyin hozir telefon bilan mashg'ulot qilma. Ba'zi vaqt uxlayman degandek bir soat. Ondan keyin hozir nashchilik qilib soat 9 ishxonaga kelaman. Mehdi, masalan, qandayroq nimalarni yeysan nashchilik? Nimaga amroq? Nashchilikqa ahamiyat berma, chunki masalan Qur'on kursida o'qigan vaqtlardan bo'lsa, ustozlarimiz bomdoddan uxlamay o'qigan bo'lsangiz bilasizlar. Qur'on takror qilib degandek, ash vaqtda nashchilikning ahamiyati ne degandek, o'qigan kunlik o'qigan darsimizga ta'sir beradi. Onun için apam nashchilik qilishga beklim qildi. Shuning uchun nashchilikda asosiy jihatdan foydali tabiiy narsalarni yeyman. Yangoq degandek, turklarning pishloq degandek, onun için üzüm ashtan narsalarni yeyman. Onun keyin soat 9 ishxonaga kelaman. Ishxonaga kelgandan keyin birinchilab ustunimni retlayman. Ustunimni retlab bo'lgandan keyin tunigundan qolgan loyihalar bo'lsa ashlarni qilma, bo'lmasa yangi loyihalar uchun izlanma degandek. Loyihalarni masalan qanday turbatlardan foydalanasiz? O'xshamaydi, ba'zi vaqtda Freepik, Pinterest degandek boshqa turbatlar, uningda sirt Instagramda masalan diqqatim tortgan loyihalar bo'lib qolsa, ashlarni olib qo'yib, ashdan tarjima qilib, ashdan qarta degandek. O'xshamaydi. Ondan keyin ba'zi kunlar 10da, ba'zi kunlar 11:20da ingliz darsim kirma. İngliz dersidan chiqqandan keyin soat 12da uyga qaytaman. Uyga qaytib, tushlik tomoqni yeb, peshimni o'qib bo'lgandan keyin soat 2da ishxonaga qaytib kelaman. Ishxonaga qaytib kelgandan keyin yana azroq Qur'on takror qilaman. Qur'on takror qilib bo'lgandan keyin kitob o'qiyman azroq. Qanday kitobni o'qiysan? Hozir kitob o'qishni kunlik hayotimga bir odat, yaxshi bir odat singdirib o'tish uchun desam, kunlik hayotimga singdirib o'tish uchun kitob o'qishni cho'nglarim deydi, kitob o'qish pek muhim deb. Bundan birinchi kitob o'qimaydim. Odatda o'zim tarix kitoblari qiziqman. Hozir deganimdek kunlik bundan burun o'qigandim tarix kitoblarini, sahobalar hayoti deganga o'xshash. Undan keyin shu hozir kunlik deganimga o'xshash kunlik hayotimga singdirib o'tish uchun, bir odat qilib olishim uchun diqqatim tortgan kitoblardan birisini tutib boshladim desam bo'ldi. Sen kitoblarni o'qiysan. Bizga bir tal kitob tavsiya qilmoqchi bo'lsam, qaysi kitobni tavsiya qilsan? Endi deganimga o'sha yangi boshladim. Unda tavsiya qilgandek kitob o'qimadim desam bo'ldi. Odatda qanchalik kitob o'qiysiz kunda? Kunda hozir deganimga o'xshash davomlashtirish, izchillashtirishim uchun 5 betdan 10 betgacha kitob o'qiyman. Ondan keyin shu yerim qolgan loyihalar bo'lsa, ashlarni qilma, bo'lmasa yangi loyihalar uchun izlanma, ondan sirt qisqa videolar bo'lsa, ashlarni ishlayman degandek. Odatda loyiha qilish qiziqamsan? Ha, qiziqman. Qandayroq loyihalarni eng yaxshi ko'rsan qilish? O'xshamaydi, masalan, ba'zi vaqtda yuqoridagi akashlar loyihani qiling deb avatib bergan bo'ldi. Ondan sirt o'zim deganimga o'xshash Instagram diqqatim tortgan loyihalar bo'lsa, ularni tarjima qilib, ashdan qarta rasmlarni izlab degandek. Ashcha qilma, o'xshamaydi desam bo'ldi. Sen loyihalar o'rganayotgani nechilik vaqt bo'ldi? Taxminan 3,5 oy, 4 oy atrofida bo'ldi deyman. Ondan keyin soat 7da uyga qaytaman. Uyga qaytgandan keyin shu kechki tomoq yeyman. Kechki tomoq desak bo'lmaydi, ammo kechki tomoq azroq meva cheva deganda kechki tomoq yeyish balki yaxshi ishmiz deb o'ylamayman. Ondan keyin shu sportga chiqaman. Bir qitim xatolaşdim. 2 fursatdan qoldi. Sporning uyg'urchasi badan chiniqtirish yoki chiniqish deb bilindi uyg'urchada. Ma'qul. Shu mashq chiqaman. Mashq chiqqandan keyin mashqim taxminan 2,5 soatdan 2 soat atrofida davomlashadi. Davomlashgandan keyin uyga qaytaman. Uyga qaytib, qubdan o'qib, baldur yetishga tirishman. Masalan, odatda kundan soat nechida yetib bo'lsa,
Odatda o'xshamaydi. Ba'zi kunlari 10 yerim, ba'zi kunlari 11 degandek. Bek kech qolsam 11 yerim degandek. O'xshamaydi. Boshqa qanday tanaharkat turlariga qiziqsan? Futbol desam bo'ldi. Futbol, boks degandek. Boks qilyapmiz hozir. Yo'q, boksni inshaalloh yaqinda boshlayman. Futbolda qayerda o'ynaysan sen? Mudofaa o'ynaysan, hujummi? Hujum. Odatda soat qanchalar uxlab bo'lsa? Shu xubtanimizni o'qib bo'lablam desam bo'ldi. 10 yerim, 10 degandek. Bek kech qolsam 10 yerim. Sen kunda baldur uxlaysan-kan, baldur uxlashingning sababi nima? Endi sababi burun bek kech uxlaydim, haqiqatan kech uxlaydim. Telefon o'ynab degandek. O'xshamaydi. Bag'ansi cho'ng olgansira ham mashqni qilyapman, undan sirt undan sirt masalan torlarda ko'rgan masalan baldur uxlashning ahamiyati degan narsalarni ko'rib degandek. Baldur uxlashning ahamiyatini o'zim his qildim. Undan keyin shu baldur uxlash o'zim odat qildim desam bo'ldi. Mahdi biz sening kunlik hayoting bilan qisqacha tanishib o'tgan bo'ldik. Sen kunlik hayoting Qur'on bilan boshlaysan-ki, sen qariymi? Alhamdulillah men qari. Men qari bo'lishim nima turtki bo'ldi? Baldur boshlagan chig'imda hamda opam qari o'g'im balam deb tavsiya qilgan bo'ldi. Undan keyin mayli vatanda bo'lsin, mayli mishada bo'lsin, Qur'on kursiga borgan bo'ldim. Eng oxirgi shu opam bo'ldi hamda Qur'on kursiga borma. Undan keyin kim maktab o'qigan degan bo'ldi. Men uni boshlabdim bo'ldi. Oxirga chiqib o'tay deb undan keyin o'qib ashiradan bilan tugatgan bo'ldim. Mahdi sen boshda opaning tavsiyasidan Qur'on o'qishga boshlabsan. Keyin o'zining irodasi bilan buni davomlashtiribsan. Buning nima sababchi bo'ldi? Buningga nima sababchi bo'ldi deganda qarixonlik ustozlarimizning qilgan nasihatlari bo'lsin, mayli qarilikning qanchalik fazilatli bir ish kerak bo'lsin. Undan boshqa masalan ota-onalarimiz, ustozlarimiz deydi, qarining ota-onasiga qiyomat kuni toj kiydirildi degandek. Undan boshqa nurg'un hamda. Ashla irodam, ashla turk oldi desam bo'ldi. Undan sirt boshlabdim o'zimning boshlabdim hamda kichikimdan tortib Qur'on kursiga boribdim, o'qibdim. Oxiri kelgan vaqtida hamda buni bir davomlashtirib tugatay deb o'zimning chin bel bog'lashim bilan irodam bilan tugatib o'tdim desam bo'ldi. Yuqorida deb o'tganidek ingliz o'rganyapman dedim. Ingliz o'rganishingning sababi nima? Ingliz o'rganishning sababi nima deganda, birinchilab o'zim qiziqaman til o'rganishga. Undan sirt biz chet elda yaponcha o'qigandan keyin kim xatolashdi? Bir prosesdan qoldi. Yaponchining o'rniga chet ellik yoki musofirni ishlasang ham yaxshi bo'lishi mumkin. Men biz chet elda bilasizlar musofir bo'lgandan keyin bizning uchun til o'rganish bek muhim deb qarayman. Undan sirt shu ingliz tili hozir dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan bir til bo'lganligi uchun inglizcha o'rganishga qaror berdim desam bo'ldi. Mahdi muborak bo'lsin. Programmamizni hech bo'lmagan bir fursat bilan oxirlashtirdik. Mukofot summani programmamizning evasam oldi. Programmamizningki maqol tamsil bo'limiga keldik. Ikkimiz birdan maqol tamsil so'raymiz, oxirini sen tushirsan. Jiqni maqol tamsil bilmayman, ammo mayli. Qani so'rab boqay. El-yurting omon bo'lsa, yangi ruhing samon bo'lmas. Yaxshi. Asanda buni so'rayapman. Bilinmagan yosh. Tam tevdik tash. Yaxshi. Vaqt ajratib programmamizga rahmat. Buningdan keyingi ishlaringizga omad tilayman. Rahmat. Aziz qarindoshlar, Ona til muhofizatchilari nomli programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Keyingi sonimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.